Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. Bugun nasib bo'lsa sizlarga Adobe Premiera'da qanday 2026 da qanday maska qilishni aytib o'tib ketaman va ko'rsataman va ko'ringlar. Agar mana shu video 1000 ta like yig'sa agar men sizlarga boshqacha stilda, boshqacha yo'lda men sizlarga o'rgatishim mumkin. Qanday yana kesish kerak, qanday maska tortish kerak, qanday tracking berish kerak Adobe Premiera o'zida. Agar 1000 ta like yig'sa agar shu video. Qani ketik. Xo'sh, buni o'chirib turaman. Xo'sh, mana shuni misoliga mana shuni o'zini oladigan bo'lsak, xo'p ko'rinmayapti. Mana bunday qilib ko'rintiramiz. Mana qaranglar. Sizlarga ko'rsatib boraman. Xo'sh, mana bu kadrda. Ko'rasizmi qanday yonadi? Bu yonish sababi odamning o'zini yonishi. O'sha maskda bo'ladi bu narsa. Juda zo'r odamning o'zini e'tiborini tortadi bu narsa. Keyin mana o'zini mana bu ham zo'r effekt. Mana qarang, qanday o'tib ketish, birlab o'tib ketadi. Bu ham zo'r. Qarang. Opa. Ko'rasizmi, mana o'sha ham lekin odamning juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ladi. Sababi shuki, odamning e'tiborini juda tez tortadi bu narsa. Вообще tez tortadi. Opa. Ko'ringan bo'lsalar mana. Ko'rasizmi, agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana shu yerda ham kiyimni o'zi, mana shu kiyimni o'zi, mana shu odamning o'zi birlab o'ynaydi. Bu yerda ham shu. Ko'rasizmi, mana arkadagi yozuv yo'qoladi, paydo bo'ladi, Agar ko'rgan bo'lsangiz. Aytsak, mana u ham yonib turadi, qani ko'rasizmi? O'zi asli mana bu bo'ladi, qanday yonib, shu o'tib ketadi, boshqa kadrga o'tib ketadi. Shuni sizga polni ko'rsataman shuni. Mana shuni qanday qilganimni ko'rsatishim mumkin. Qanday men shu boyaga boshlayotgan gapim 1000 ta like yig'sa, qanday maska tortishni, qanday tracking berishni, qanday ishlashni hammasi o'rgatishim mumkin. Go.